Voy kelin. Laparaka. Hey, ovqat qilaman deb hamma go'shtni ishlatmoqchimisiz? Ha, o'g'limni ishini ko'rib turibsiz-ku. Ish orqaga ketyapti shunda. Hozir 1 kilo go'sht uchun pul topishni o'zi bo'ladimi? Qo'ying joyiga. Oyijon, to'g'ri aytasiz. Bu yog'ini o'ylamabman. O'ylab chiqing, kelin. Nima? Mening o'g'lim ko'chada pul supurib kelyaptimi? Xo'p, bo'ladi oyijon. Boshqa qaytarilmaydi. Ha, keyin aniq kirib yetganingizda parashoy o'lgurni kamroq ishlating. Bilasizmi parashoyda qancha turishini? Yo bilmaysizmi? Bo'ldi oyijonim. Siz qanaqa o'rgatib tursangiz, hammasini shunaqa qilaman. Faqat siz o'rgatib turing, oyijon, xo'p? O'zim oyijonimdan aylanay. Voy, tavba qildim, ey. Voy, bor ekan-ku. Voy, shunaqa kelinlar ham bor ekan-ku. Achchakka tashlab turmaganingizga rahmat sizga. Voy, tavba qildim. Nimaga tashlanar ekanman? Shunaqa mehribon oyijonimga. Ey, o'zim o'rgilay. Oyijon, xafa bo'lmang, xo'p? Shunchaki bizning oilada hammasi boshqacharoq edi-da. Lekin sizga ham ko'nikib ketaman, xo'p, oyijon? Siz o'rgatib tursangiz, hammasiga ko'nikib ketaman, xo'p? Tilingizga shakar. Kelin poshsha, umringizdan baraka toping. Rahmat, oyijonim.